Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan 2026-yilning dastlabki 5 oy davomida kriminogen vaziyatni yaxshilash yuzasidan keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Yot yerga. Yot. 14.462 ta maxsus tezkor tadbirlar o'tkazildi. Shundan uyushgan jinoyatchilik yo'nalishida 4.325 ta jinoiy holatlar aniqlandi. 6.659 ta tintuvlar o'tkazilib, tezkor tadbirlar davomida jami aniqlangan guruhlar soni 195 tani tashkil etdi va 61 ta uyushgan jinoiy guruhning noqonuniy faoliyati bartaraf etildi. Tezkor tadbirlarda 5 oy davomida 244 ta tovlamachilik, 459 ta noqonuniy qurol bilan bog'liq, 48 ta talonchilik, 170 ta qimorxona tashkil etish bilan bog'liq, 89 ta odam savdosi, 181 ta orttirilgan immunitet virusi infeksiyasini tarqatish, 959 ta fohishaxona saqlash va 3607 ta boshqa jinoiy holatlar aniqlandi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qidiruvda bo'lgan 1334 nafar shaxslar ushlandi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash yo'nalishida qurol bilan ham bog'liq 459 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilib, natijada 541 ta qurollar rasmiylashtirib olingan, 236 ta silliq stvolli va 252 ta pnevmatik qurollar, 50 ta qo'lbola usulda yasalgan qurollar, 7441 ta o'q-dorilar, 4126 gram portlovchi moddalar ashyoviy dalil sifatida olingan. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida 8653 ta sovuq qurollar olingan bo'lib, ularning 284 tasi beta, 222 tasi kastet, 7137 ta o'tkir tig'li jismlar va 1010 ta boshqa turdagi sovuq qurollarni tashkil etadi. Targ'ibot tadbirlari natijasida 842 ta turli xildagi qurollar ixtiyoriy ravishda topshirildi. Ko'rilgan qat'iy choralar, o'tkazilgan manzilli tezkor tadbirlar hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o'zaro hamkorligi natijasida jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida muhim natijalarga erishildi. Bu kabi tadbirlar yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish hamda har qanday jinoiy tajovuzlarga qarshi murosasiz kurashishni ta'minlash yo'lida izchil davom ettirilmoqda.